Assalomu alaykum 4 yil bo'lgan bozor hammaga yaxshi kayfiyat. Xudo xolasa bugun 10-may 4 yilimizni bozorindagi orqa tarafidaman hozir. Narxlarni solishtirib ko'rib, hammasini ketishga piyoz deysizlarmi, karam deysizlarmi, hammasini birma-bir ko'rsatib beramiz. Bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Faqatgina shu yetadi. Xudo xolasa boshladik. 4 yil bozorimizni bilasizlar, orqa tarafi bo'ladi bu. Ben dehqon bozor orqa tarafidasizlar. Eng optim yeri bo'ladi. Dehqonlarni makon deyimlar, shunday bo'ladi. Xudo xolasa narxlarni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Asosiy farmon qancha so'm bo'ldi? Aytib bo'ldi. 6000 so'mdan belgisini? 6000 so'mdan bemalol ya. 3000 dan pirojkilik bu 3000 so'mdan ham mayda ketishkalarimiz. Bemalol kelib, xarid qilib kelsangiz bo'layotganimizdan dehqon bozorining orqa tarafi bo'ladi. Assalomu alaykum. Asosiy farmonlar piyaz so'm bo'ldi. Halta 1800. Halta 1800 dan. Объяснение 2000 so'mdan bemalol kelib xarid qilib kelsangiz bo'ladi. Ketishga qancha so'm? 7,5 ming so'mdan ko'rganlaringiz. Karamni? 2000 so'mdan. Randa optim ya. Sizlar ham hamma birmi? Beri? Necha so'mdan? 7000 haltaga. Haltaga 7000 so'mdan, to'g'rimi? Qarang, dastavkinalar bormi? Dastavka yo'q. Ha, yo'qmi? Beramiz. Vallahi ya. Bir mashina. Ya bir mashina dastavka bormi dedi og'am? Bormi? Yo'q ekan. Bir mashina. Ha, bor ekan yana. Necha so'm aytib beramiz? Shunda? İçinde dastavkisi. Dastavkisi ham ichida yana git. Nomerini aytib berasizlarmi? Abbas aytmam. 94'lik 94'lik 567 567 68 ha 568 44 47. 44 47. Bemalol ol. Aloqa chiqarasizlar. Mana tarafda yana pomidorlarimiz. Qolsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gaşlancha so'm bo'ldi, og'a. Assalomu alaykum. Geçinde kiloga 3000 so'm. Kiloga 3000 so'm. Kertishkani? Ketishgaram 7dan 7dan 6,5 har xili bor, to'g'rimi? Bolgarskilani? Algar. 13dan 13dan badringdancha so'm? 7dan 7dan. Pomidorlarcha so'mdan bo'ldi endi bu? 12dan 12 ming so'mdan bemalol xarid qilib ketaverasizlar. Tarvuz ham yeyapti. Tarvuz kelsa 35 ming so'mdan. Karam, Qovunqan 45dan bor. qovun ham 45 ming so'mdan. Karamdancha so'm? Karamda 2000 so'm. 2 ming so'mdan. 2 samang. Tamam. Noshvota olmadysam hammasi bor ekan. O'qim beramiz. Bemalol kelaverasizlar. Bozorning orqa tarafi bilasizlar. Yaqin. So'mdan dedingiz 45 dan dedingizmi? 45 ming so'mdan kelib birinchilardan bo'yib ketsangiz bo'ladi. Sen ben o'tamiz. Opa. Assalomu alaykum. Asoslar hamma kaçga so'm bo'ldi og'a? Kesişe 7000. 7 dan dastavka nasib bo'ladimi? Shar bo'ylab Boylap. ko'proq asalar. Bırakasana bo'ladi. Necha so'm aytib beramiz shunda? Ko'proq asalar. Ya 7 danmi shu? 7 optum bakalım. Ha, optim bahası 7 dan dastavka sotib beriladi shar bo'ylab. Tamam. Nomer ham aytib berasiz? Nömer 88'lik 88'lik 454 454 24 00. 2400 bemalol aloqa chiqarasiz og'amizning xizmatida. Gelsangizlar ham bo'ladi. Bu böyle bozorda bugun bozorga bo'lishga qaramasdan kam odam. Olmaymi? Qana? Tushirdim. Ha, siz ham so'rab keting. 35 dan ekan klass. Ona kalkan. Hammasi 7,5 danmi? 5,5. 5,5? Belgili 7,5. Belgilar 7,5 yani. Hareketçi 6.000. Qora kartishga 6000 so'mdan. Piyazlar? 10.000 so'm. Belgisi? Setki Allah. Ha, setki. So'mdan bo'ladi? 1800 so'm. Karamcha so'm bo'ladi, ha? Kerem 3.000 so'm. 3.000 so'mdan. 2.500 so'm. Ha, 2,5 so'm. Optim ekan bu, Karam. Arzonroq ekan meda. Nima tasavvuf sen bormi? Yo'q, Yo'q, ha? Yani kelib og'amdan olib kelib olaversa optim ekan. Tarvuzdan bir so'rab o'tdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Farman? Tarvuzdan so'm bo'ldi kilosi? 35 ming so'mdan yani. Pomidordan so'm, badringdan so'm? Halta 8 kiloga 900. Xaltaga shunda 900 so'mdan berasiz, to'g'rimi? Mesni badring. Ha, Messi badring, to'g'rimi? Siz gaslancha so'mdan bo'ldi shunda. 3 kilo 10 bin. Karamdan 2 dan 1 xil bahasi? Karam 2000 so'm. 2000 so'mdan. Kiloga 3000 so'mdan yani. Bemalol xarid qilib ketaverasizlar obunachilar. Assalomu alaykum. Hamon omon o'tmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, Xudoga shukr. Bolgarskiy bo'shatsa so'm bo'ldi, ha? 16000 kilo. 16000 so'mdan, ha? Badringdan
10 bin. 10 min so'm geçirle. Yaşır 3 bin, kerem 2 bin. Ana. Mandarin var ekan, chizim. Mandarin 28 bin. Kilosi 28 min so'mdan. Gökalma qancha so'm bo'ldi? 15 min. Nashvati ne? 20 bin. 20 min. Belki sen 2 sen bırak al. Kızıl alma ne? Alma 12 bin. Alma 12 min so'mdan. Bemalol hayt qilib ketarasalar. Ha, men tushadi. No, olamiz bu endi. Assalomu alaykum. Olarim ağa. Video olarim. Çisomdan bo'ldi geçirler, kertishkalar. 3 kilosi 10 min so'mdan. Zo'r, hadilik. Kertishkalar ne? Her xilidan bor, saqlab qo'yibsiz. Hava 7,5dan bor, so'ng 6,5dan bor. Ha, 6,5dan. 6,5 sredniy o'rtacha bo'ladi-da. Men bular 7,5 yiroqlar, normal. Dastlabkisi bormi shar bo'ylab? Voy, ko'proq bo'lsa bor. Ikkisini ham berasiz shunda? Xalta bahodan beraveramiz-da. Ha, xalta bahodan beraverasiz. To'g'rimi? Shunda dastlabki bor. Nomeringizni aytib o'tasizmi? 91lik 91lik 930 930 69 89. 69 89. Kerem Çizimdan bo'ldi. Kerem olaman degan mijozlar uchun. Ha, ko'proq bo'lsa bor ekan. 3 ming so'mdan. Bo'lsa 2800 2700 ber. Ha, uni arzon rakatib berasiz, setga bo'lsa. Beramiz. Ha, og'amiz saqlab qo'yibdi, men assortiment sveji turibdi yana. Bemalol zakaz berasiz nomerlar chiqib. Ha, bugun tarvuz qovun akaplar 35 ming so'm, 45 ming so'mdan sotib bor. Necha so'm bo'ldi kartishkaga? Assalomu alaykum. 7 ming so'mdan yana. Hamma shu baho. Piyozlar, oq piyozni so'm? 4 kilosi 10 bin. 4 kilosi. Gashincha bo'ldi, assalomu alaykum. 3,5 kilosi 10 ming so'm bo'ldi. 3 kilosi 10 ming so'm. Yuvilganda Yo'lg'onlar 5 ming kilo, xaltaga 4 ming so'm. 4 ming so'm. Xaltaga. Dastlabkisi bormi? Bular xaltaga sola 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'mdan. Bana zo'r odam deydilar. Ana. Qarang og'a, buni dastlab ketib berasizmi shar bo'ylab? Qalsangiz beramiz. Nomerim aytib o'tasizmi bir? 97 500 o'zi 50 90. Piyozlar? Piyozlarni og'am doldurib o'tga qo'yibdi ekan yana. Kershkalar 7 sattirmiz kiloga xaltaga 6800 sattirdi. Gaz, beradi. 6 ming so'mdan olqilik kershka meni meydamasini. Zakonni kershka. Bo'lmaydi emas ekan-a? Ava, yana meyda 4 ming so'm, kershkani meydasi 4 ming so'm. Ha, 4 ming so'mdan. Karam necha so'mdan bo'ldi? Karamlar kiloga 3 ming so'm, xaltaga 2 ming so'm bo'ldi. Bugungi бағасы. Ha, bugungi baho o'zgarib turadi. Ertaga oragilar 1 ming yarim so'm sotamiz. Ha, arzonlab qoldi, so'ng to'g'rimi? Qaytadi xudo. Ha, ana. Og'am ochiq qarasa bemalol yana. Kershkani assortimentni to'ldirib qo'yibdilar. Ay, rahmat. Yura ne var? Güzel gerek. Ağamız. Assalomu alaykum. 4 yil bugun. 4 yıl bugün. Ha, rekat chiqib ketdingiz-ku siz. Ağamız yosh ulu bo'lishga qaramasdan yana bir xalta Yatırama onu, yatırama. Gençin bir arabayla necha so'm beramiz endi buni? arzayla. Arabanı bıçaklayıp da 4. kanalından da geldik dediler arzayla. Evet. Gençin bir tam da. Ha gülürsün gençin böyle. Neden burada piyaz var? Kertishga necha so'm aytibsiz? 5800 optim. Ha, qara kertishga. Tabii siz altığa bolsa bir şey aram. Xalta bo'lsa 5,5 ming, undan ham arzon berasiz. Dastlabki aytib berasizmi? Dastlabki bu shahar ichida ko'proq dastlabki bor. Nomerini aytib bering. Aytay nomeringizni, dastlabki 93 93 8 32 32. ana ağam alaka çıkar Evet, geçir geçsin. yani güldürsün geçir. Suyunu sok çıkarıp içemir adam bunu. Ha, soğuk mı? Halasal lazerden halovati biber edilir. Zor. Zor bo'lib mazal bo'lib chiqadi. Arzayla. Köpürekhane halta bakan beraberamiz. Tuzamat beramiz shunda. Köpürekhane halta baka 2,5. 2,5 ming so'mdan. Ova. Abishni Ama işte 3 milyon bile. 3 ming so'm. Piyaz qancha so'mdan bo'ldi? Piyazlar 2,5. 2,5. Piyazlar 2,5 mina. Yaşlar ham zo'r bo'lib Çiftçiye turibdi. bolsa 2 milyon bu. 2 ming so'mdan ya. 500 so'm qaytib berdik yine. Arzan geleverediler. Goldan aytib kelinglar, arzon aytib beramiz dedi ağamız. O'zi o'tgan safar ham rekatga kechada bo'ladi. Optimni vaqtda qo'yib. Antarktika odam ko'p ekan.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Farmon? Necha so'mdan bo'ldi og'a? 3 kilo oldu. 3 kilo 10 ming so'mdan yana. Yuvilmagan. Yuvilganlar ham bormi buni? Yok yuvan getiremez. Ha. Zo'r bo'lib to'ptagandan bu. Kertik necha so'mdan bo'ldi? 7,5 ming. Piyazani? Oq piyaz? 2,5 ming so'mdan. He. Savdo jarayoni ajinda o'tiribdi, hech kim qaramaydi videoga to'g'risi. Bugun bozor kuni, masalan 10-may. Bozorimizda odam ko'p. Xohlasa pomidor badanglarni tushirib berib qator. Shu bilan videomiz yakunlanadi. Shu yerdan ko'rgan bo'lsangizlar, bir like bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa sizlarga yangiliklarni chiqarishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salom. Omonsiz? Yaxshimisiz? So'mdan bo'ldi pomidorlar? Maydalarni 12 qo'ydik. 12. 18 edi, 15 qo'ydik. Ha, 15 ming so'mdan qo'ydingiz. Mana 15 dan qo'ydik. Ha. Qadrlar 17, 7 qo'ydik. 7. Ha, 9 ming so'mdan. 7 tiqalar ekan. 7lik tamam bo'ldi. Ha, tamam bo'ldi. Bolgaristani? Bagasklar 18 ming so'm. Pomidorlar 15 ming so'm. 15 ming so'mdan. Mana arzon berib turibdi, Jamila xonani. Ha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha so'mdan beramiz pomidorlarni? 10 so'mdan. Optim baho. Mana svejiy pomidorlar qaranglar. Yaldirab turibdi. Nega? 10 so'mdan ekan. Yashik, kiloga yo'q. Bir yashikina asosida kilosi 10 ming so'mdan ketdi. Agar videomizni shu yerdan ko'rgan bo'lsangiz, bir like bosib, 4 kul bugun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan ham zo'rayinglarni chiqarishda davom etamiz. Aytganimizdek obuna bo'lib qo'yinglar.